Ha, mana qisqagina gapimiz boti. Depozitimizga plus 100% ishladik. Men aytganday, mana bu joyda yorib o'tsa tepaga ketardi, bu joyda yorib o'tsa pastga ketardi. Hozir gapiradigan ishlaydigan holatda emasman. Kechirasizlar. Men aytganday mana narx bu tomonga qarab ketdi, o'shani hisobidan plus 100% ishladik bittada. Bu hali risk emas, to'laqonli risk emas. Men tushunganim uchun, mana bu yoqqa ketayotganini tushunganim uchun tikib bir necha soniyaning ichida plus $10 ishladim. Tushunyapsiz-a gapni nima haqida ketayotganini. Eng qizig'i, videorolik montaj bo'lib o'sha YouTube ga qo'yib bo'lindi hisob. Qo'yib bo'linibdi. Bu joyini qanday qo'shishni bilmadim endi hozir. Balki boshqatdan montaj qilib, boshqatdan yuklarman. O'zingizni ehtiyot qiling. Mana shunday qilib, o'zini risk hisobiga juda ham yaxshi pul ishlasak bo'ladi. Boshlang'ich depozitimizga plus 160% bo'ldi. Arzimagan vaqt ichida. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz bilan Umid Karimov bo'ldi. Telegram kanalida hali ko'rishamiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Umid Karimov. $10 bilan trading boshlab, shu trading orqali katta daromadlar olish. Buni iloji bormi? Qisman bor, qisman yo'q. Hozir ko'rsataman sizlarga. Katta tanaffusdan keyin sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Video davomida balki gaplashib o'tib ketarmiz. Nima uchun yo'q bo'lib qolganim, nimalarni o'tkazganim va qanday qilib $10 dan katta pul ishlasa bo'ladi. Mana shu haqida gaplashamiz. Qaranglar, asosiysi bundan oldingi videoroliklarimda, boshqalarda trading degan narsani eshitsangiz, orqaga qaramay qoching, pul kirgizmang, investitsiya qilmang deb juda ham ko'p aytganman. Nima sababdan? Trading deb turib pulingizni oladigan moshenniklar juda ham ko'p, turlari juda ham ko'p. YouTube kanalidagi qora ro'yxatga kiradigan bo'lsangiz, moshenniklarning variantlari juda ko'p. Videolar tagiga kommentariyaga kirib ko'ringlar, odamlar qanday qilib aldanayotganini yozishgan. Siz ham aldangan bo'lsangiz, qora ro'yxatdagi bironta videoga tushib qolsangiz, o'zingiz qanday qilib aldanganingizni kommentariyada yozib qoldiring, qolganlar ko'rishi uchun. Xo'p, $10 bilan qanday qilib pul ishlasak bo'ladi? Bundan oldingi videorolikda, oxirgi, adashmasam, bir oy oldingi videoroligimda tradingni bir turini ko'rsatib bergandim. Bu binarniy opsionlarda ishlash bo'yicha. Binarniy opsionlar kazinoga mos keladi, kazinoga yaqinroq deb aytib o'tib ketganman. Bitta yomon tomoni, ulardan pul chiqarish juda ham qiyin. Ya'ni kam-kamdan pul ishlasangiz chiqazsangiz bo'ladi, lekin katta summalarni hech qanaqasiga chiqaza olmaysiz. Ya'ni $10 kirgizdingiz, $500 ishladingiz, o'sha pulni chiqazib olishingiz kerak. U pulni sizga chiqazib bermaydi. Chiqazib bersa ham juda ham ko'p qiynoqlardan o'tkazgandan keyin chiqazib olasiz. Bu ishlasa bo'ladi. $10 kirgizib, $5, $4, $3 qilib chiqazib yurib, mana shunday qilib ishlasangiz bo'ladi. Yoki referalning sistemasidan foydalangan holda o'zingizga 4 ta 5 ta akkaunt ochib, IP adresingizni, boshqa narsalaringizni o'zgartirib, kompyuter jelezasini o'zgartirib, ishlasangiz bo'ladi aqlli yo'l bilan. Binarniy opsionlardan pul olsa bo'ladi. Odam taklif qilib demayapman. Referalning sistemani to'g'ri ishlatasiz. Bitta Dolphin degan brauzer bor. O'zimizning Chrome, Google'ga o'xshagan brauzer. Ana shunaqa profillar yordamida ishlasa bo'ladi. Как будто odam chaqirayotganda, lekin o'zingiz ishlaysiz. U juda ham katta sistema, lekin risk qilishingizga arzimaydi. Lekin $10 bilan ishlasa bo'ladi haqiqiy trading yo'nalishida. Qarang, tradingning o'zi 2-3 xil yo'nalishga bo'linadi. 2-3 xil emas, yo'nalishi juda ham ko'p. Imенно yo'nalishlari haqida gapiryapmiz. Strategiyalar emas, strategiyalar millionlab strategiyalar bor. Yo'nalishni qarang. Klassik trading bor, kripto trading bor. Kripto tradingning o'zi 2 xil turga bo'linadi. Spotoviy targovli bor. Ya'ni siz qanaqadir tangalarni sotib olasiz va o'sha tangalar sizda turib, narx ko'tarilgandan keyin sotasiz. Siz tangani xohlagan kashlogingizga chiqazib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz fleshga qilib, fleshga yoningizga olib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi turi bor, futures deyiladi. Futureslar bu tangalarni sotib olmaysiz. Siz narx o'zgarishini как будто binarniy opsionlarga o'xshab narx o'zgarishini bashorat qilishga harakat qilasizda, o'shaning orqasidan pul ishlaysiz. Bu kripto trading. Kripto tradingning asosi shu. U investorlik bor, boshqa staking degan narsalari bor. Trading aloqasi kamroq u narsani. Asosiy klassik kripto trading shunaqa. Lekin kriptovalyutaga nisbatan ko'pchilik emas, moshenniklar ko'paygandan keyin ko'pchilikning fikri o'zgargan. Kriptovalyuta desangiz, hamma moshennik deb o'ylaydi. Shuning hisobiga men klassik tradingni scalping degan yo'nalishi bor. Scalping degan tur. Ana shunga qiziqdim. Sabab, kam pul tikib katta pul ishlasangiz bo'ladi. Faqat bitta yomon tomoni bor. Juda ham katta risk ostida. Hozir ko'rsataman, nimaga unaqa, qanday unaqa. Kimga to'g'ri keladigan bo'lsa, bir karra videoni kuzatinglar. Kimga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, imенно investitsiya kirgizish, mana shu trading orqali pul ishlashni boshqa turlari haqida ham gaplashamiz. Men o'zim ba'zi bir sabablarga ko'ra bolnitsaga tushdim. Bir oy davomida bolnitsada bo'lib, katta bir traderni o'quv kursini olib, sotib olib, o'shani o'qidim. Faqat u ingliz tilida edi. Men o'sha bilimlarni sinab ko'raman, onlayn ravishda mana shu sizlarga ko'rsatib, qirqmasdan, boshqa qilmasdan, montaj qilsam kerak. Sinab ko'ramanda ana shu bilimlarni sizlarga qayerdadir tekinga, qayerdadir bironta bahoga balki berarman. Lekin hammasi ko'z oldlaringda bo'ladi.
Men internetda juda ham ko'p narsani tushunaman, lekin bitta imенно to'g'ri yuradigan yo'nalishim arbitraj. Trafik arbitraji degan yo'nalish bor. Shu trafik arbitrajidan foydalanib, o'zimga, hayotimga moliyaviy podдержка beramiz. Pul ishlaymiz qo'pol qilib aytganda. Arbitraj qolmaydi, arbitraj ham davom etadi. Arbitraj bo'yicha qolib ketgan bitta ikkita ishlarim bor, u ham davom etadi-yu, lekin asosiy ko'radiganingiz nima bo'ladi? Noldan tradingga kirib, noldan qanday qilib ko'tarilayotganimni ko'rsatib o'tib ketaman. Qanaqadir strategiyalar bor, o'zim o'rganayotgan narsalar bor, shularni sizlarga ham o'rgataman. O'zim katta pulga kurs sotib oldim. Ana shu narsani o'zimizga moslashtirib, osonroq sizlarga tushunadigan, osonroq tushunsalaring bo'ladigan tilda, jaydari tilda tushuntirib beraman. Xo'p, kompyuterim ekraniga o'tib olamizda va ko'ramiz nima haqida gap ketayotganini. Tradingni scalping degan yo'nalishi bor. Scalping bu 1 minutdan 1 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida, kimlardir 1 kunni ham scalping deb hisoblaydi, lekin 1 kunlik u scalpingga kirmaydi. 1 minutdan 1 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida сделкаga kirib, sotib olib narsani, aksiya bor, oltin bor, boshqa narsa bor, sotib olib, kirib, o'sha 1 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida foyda bilan chiqib ketish scalping deyiladi. Agar sizda katta pul bo'ladigan bo'lsa, keyin o'tib olaylik. Xo'p, mana hozir bizda oltin bilan o'zimizni klassik oltinni dollarga nisbatan aralashmasi turibdi. Aralashmasi. Grafiki turibdi. Mana shu grafikka qaragan holda biz pul ishlashga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Qarang. Boya aytganimdek, scalpingda 1 minutda ichida kirib chiqib ketishga ulgursangiz, foyda olasiz. Ozginagina qimirlash. Mana bu yerda hozir 1 minutlik switchlar turibdi. Mana tepada patronda ko'rinib turibdi. 1 minutda ishlayotgan. Tepaga ozgina qimirlasa ham foyda olsak bo'ladi, ozgina pastga tushsa ham zarar ko'rsak bo'ladi. Bizda yelka degan narsa bor. Плечо deydi ruslarda. Ana shu yelkani qanchalik katta qo'ysak, kamgina qimirlashda shunchalik katta foyda olsak bo'ladi. Ya'ni klassik trading qiladigan bo'lsangiz, klassik trade qiladigan bo'lsangiz, sizga 5000, 10000 dollar pul kerak. Normal ishlash uchun minimum 1000 dollar pul kerak. Lekin siz agar scalping qiladigan bo'lsangiz, scalpingda ham yelkalarni ishlatmasdan foyda olaman desangiz, unda ham sizga katta pul kerak bo'ladi. To'g'ri, natija tez bo'ladi, lekin ishlaydigan pulingiz kamroq bo'ladi. Klassikda. Klassik scalpingda ham yelkani qo'yishadi 5, 10, 50 gacha, maksimum 100 gacha qo'yishadi. O'sha opti borlar maksimum 100 gacha. Men sotib olgan o'quv kursida yelka 2000. 2000. Bu degani biz 10 dollar bilan kirib, 10 dollarni bir kunning ichida juda ham katta summaga aylantirsak bo'ladi. Faqat 10 dollarni juda tez sliv qilib olsak ham bo'ladi. Mana bu MT5, ya'ni MetaTrader 5 ni klassik ko'rinishi. Hozir sizlarga balansim ko'rinyaptimi meni rasmim orqasidan? Bitta ko'rib olamiz. Yo'q, ko'rinmayapti ekan. Mana shu tomonga o'zgartirsak, meni ozgina noto'g'riroq ko'rasizlar-ku. Mana shu yerga qo'yaylik. Mana bu yerda balans ko'rinyapti-da, shu narsalarga ko'rinyapman. Qarang. Mana balansimda hozir 10 dollar pul turibdi. Sredstva, ya'ni 10 dollar bor. Svobodnaya marja deyapti 10 dollar. 10 dollar pul bor qisqasi bu yerda. Mana shu pulni ko'paytirishimiz mumkin. Bu yerda qarang, MetaTrader 5 TradingView'ga o'xshagan juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Juda ham sodda. Sizlar MetaTrader tortsalaring bunaqa ko'rinishda bo'lmaydi sizlarda. Telefonda ham ishlasa bo'ladi, lekin kompyuter qulayroq, lekin telefonda ham ishlasa bo'ladi. Men ozroq o'zgartirishlar kiritganman va o'zimga ko'rinishi soddaroq, tushunarliroq qilib ochib olganman hozir. Nimada biz katta nima qilamiz? Katta xavf ostida katta pul ishlashga harakat qilamiz. Hozir qisqacha qarab olaman. Mana qarang. Bu yerda hozir 1 minutlikda turibdi. Har bitta switchamiz bu 1 minut degani. Har bitta mana shamcha ko'ryapsiz-ku. Mana shu 1 minut degani. Agar 5 minutlikka qo'yadigan bo'lsak, har bitta shamchamiz 5 minutlikka aylanadi. 15 minutga qo'yadigan bo'lsak, har bitta shamchamiz 15 minutga aylanadi. Endi hozir mana shu yerda nima ko'rinyapti? Qarang. Mana shu yerdan narx tepaga ketadimi yo pastga ketadimi degan narsani siz topish orqali pul ishlaymiz. Sodda qilib tushuntirganda. O'sha binarniy opsion qanday bo'lsa, bu ham xuddi shunday. Faqat binarniy opsionda bitta tikkan pulingiz, masalan 1 dollar tikdingizmi, 1 dollaringiz yutishingiz yutqazishingizga qarab to'liqligicha kuyib ketadi. Bu yerda yutishingiz yutqazishingizga qarab turib o'zgarishlar, foyda olish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Ya'ni 1 dollarda hammasini kuydirmaysiz. Tikiladigan pul oltindan, biz hozir oltinda turibmiz, boyagi boshida tushuntirgan nimamda. Lotlarda hisoblanadi. Ya'ni biz 1 dollar tikyapmiz, 2 dollar tikyapmiz deb yozmaymiz. Bu yerda mana o'rtada lot turibdi. Hozir men 0.01 lot ochaman. Ya'ni garov qilaman. Sotib olish buy, sotib yuborish, sotish, sell tugmalari bor. Kimlardir long short deydi, lekin men jaydar tilda tushuntirishga harakat qilaman. Boya aytganimdek, sotib olish, sotish. Mana shu tugmalarni bosish orqali biz lot ochamiz. Faqat tepaga ketadimi, pastga ketadimi aniqlashimiz kerak. Bu ham xuddi o'sha binarniy opsionga o'xshagan kazino. Kim nima desa desin. Почти что o'shanaqa narsa.
G'irt kazino demayman, mexanikasi o'xshaydi. Chunki siz sotib olmaysiz. Boshida tushuntirganimdek kriptovalyutada spotoviy торговля bor, spot savdosi. Siz unda sotib olasizda, u o'zingizniki bo'ladi. Tangalar. Bu yerda siz sotib olmaysiz. Siz faqat narxni ko'tarilishiga, tushishiga pul tikasiz. Men fond bozoriga pul tikayapman. Bu unaqa narsa emas-ku deydiganlarga sizni 0.01 lotingizni fond bozoriga olib chiqmaydi broker. 80% holatda, 90% holatda ham deyvering. Siz qanday qilib o'sha pocket optionga o'xshagan qo'shtirnoq ichidagi treyderlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'shanda ishlaganday bo'lasiz. Faqat bu qonuniyroq. Farqi shunda. Narigindan pul olishingiz qiyin bo'ladi, bunda osongina pulingizga yechib olasiz. Endi shotimizda $10 pul bor. Shotimizdagi $10 2000 yelka bilan juda ham katta risk ostida bir tarafga qarab ochamiz. Har bitta ochganimizda lotimiz qaysi tomonga ketishiga qarab bizga pul beradi yoki pulimizdan kuyamiz. Hozir ayni vaqtda selga prosta ochib ko'rsataman sizlarga. Mana ikkita сделка ochdim. Mana narxning o'zgarishiga e'tibor bering. Mana pulim ketishi jarayoni. Men xato tomonga ochdim hozir. Mana $1 уже minusga kirdi. $1.30 minusga kirdi. Agar hozir narx tushadigan bo'lsa, minus kamayib foydaga ketishni boshlaydi mana. Kutamiz. Nolvoy bo'lsa ham olib qolamiz. Hozir yopaylik, analizsiz ochganmiz buni. Ikkita сделка qildik, 2 sentgina ishladik. Hozir 2 sentgina ishladik, hech qanaqa analiz, boshqa narsasiz bu сделкani ochganimiz uchun. Narximiz tepaga ketadimi, pastga ketadimi, o'shanga qarab e'tibor bergan bo'lsalaring, bir necha sekund ichida pulim minus $1, $1.5 dan bo'lib ketdi hozir mana bu yerda. Lekin xuddi shunday bir necha sekund ichida siz $1, $2 pul ishlashingiz ham mumkin. Endi tasavvur qiling, narx siz o'ylagan tomonga qarab ketdi va siz bitta ikkita emas, 10 ta 15 ta сделка ochdingiz. Bu degani $4 dan ishlasa har bittasi 10 ta сделкangizdan $40 pul ishladingiz degani. Bu yerda nimangiz? Balansingiz sizga shuni позволять qila oladi. Ya'ni 10 ta 15 ta сделка ochishga yo'l qo'yib bera oladi. Lekin bitta сделка ochib $10 minusga kirsangiz, qanchalik narx siz o'ylamagan tomonga ketsa, narxingiz $10 minusga kirguncha ushlanib turadi. Tikkan ochgan сделкangiz. Lekin 10 ta сделка ochadigan bo'lsangiz, narx ozgina tepaga ko'tarilsa ham bo'ldi, pulingiz sliv bo'ldi degani. Chunki siz birdaniga 10 ta сделкада har bittasi $1 dan minusga kiradi, kirib ketdingiz degani o'sha. Qisqa darslarda to'g'ri tushuntirib, ko'rsatib, nima qilib beraman buni albatta. Lekin hozir tushunishingiz kerak bo'lgan narsa shu. Hozir biz qisqa analiz qilamizda, qisqa analiz orqali bir karra riskovat qilib ko'ramiz. Ya'ni $10 bilan boshlanishida $3, $4, $5 gacha pul ishlashimiz mumkin. Riskovat qilmasdan oxirida bitta riskovat qilib ko'ramiz, bo'ldi. Video qisqaroq, tushunarliroq bo'lishi uchun. Kelinglar, fundamentalniy analiz degan narsa bor. Grafikka yarim soat, 1 soat qarab turish degan narsalar bor. 30 minutlikka kiradigan bo'lsak, bir kunlikda ochaylik. Mana bir kunlik. Narximiz, e'tibor bering, juda ham tepaga ko'tarilganda, oltinning narxi juda ham tepaga ko'tarilganda hozir pastga qarab tushgan. Men oxirgi marta analiz qilganda mana bu joyda kecha analiz qildim, adashmasam, 4 ta отметкам turibdi hali ham. Hozirgi holatda narximiz tushishga harakat qilyapti, lekin bir karra tushgan uje. Hozir orqaga qaytyapti. Ya'ni bugungi kun davomida bozor mana bu joydan ochilgan, yaqinlashtira olamizmi mana? Bugungi kun davomida bozor bir kunlik, mana bu bitta svichamiz bir kunlikka qo'yib olganman, e'tibor bering. Mana bu tochkada ochilganda mana shu joygacha narx tushib, hozir ko'tarildi. Mana shu bugungi kunning o'zida, mana shu svicha bo'yicha o'ynadi. Lekin mana bunday qilib ochib oladigan bo'lsak, e'tibor bering, narx ko'tarilganda hozir pastga qarab tushyapti. Narximiz qayergacha tushadi? Narximiz qayergacha tushishi mumkin? Mana bu har bitta ko'rayotgan balandligingiz bitta stop losslar yig'ilgan joy. Stop loss degani bu stop loss. Короче, odamlarni bo'ldi, shaqacha pul yo'qotishga tayyorman degan. Bu to'g'risida ham отдельный dars bo'ladi. Bu vodnoy dars deb qabul qiling, vodnoy deyapman. Qisqasi, hozir bizga kerak bo'ladigan narsa bu bir kunlik, bir haftalik, bir oylik narsalar emas. Biz 15 minutdan boshlab analiz qilishni boshlaymiz. Chunki biz 1 minut ichida o'sha yo foydaga kirib, yo zararga kirishimizni aniqlashimiz kerak. Hozirgi paytda 15 minut ichida narximiz tepaga ko'tarilyapti. Bizni narximiz qayergacha ko'tarilishi mumkin deydigan bo'lsak, hozir mana bu eng baland nuqta mana bu. Mana shu nuqtani yorib o'tishga harakat qilyapti narximiz. Mana shuni tepasida, chunki mana bu yerlarda stop losslar turibdi. Likvidnost degan narsa bor. Uni ham keyingi darslarda tushuntiraman. Mana shu yerda katta pul turibdi. O'sha pulni yorib o'tsa, tepaga ko'tarilib ketadi. Agar yorib o'ta olmasa, narximiz orqaga qarab ketadi. Mana shu narsani to'g'ri tushungan holda bozorga kirishimiz mumkin. Xo'p, 5 minutlikka qaytib olamiz. Bozorda 3 xil mana shu tradingda 3 xil yo'nalish emas, 3 xil svichalarning 3 xil turi bor. Mana grafikda 3 xil turi bor. Birinchisi ko'tarilish, sotib olishga savdo. Ikkinchisi tushish, sotishga savdo. Narximiz yo trend deyiladi.
trend tepaga bo'lishi mumkin, trend pastga bo'lishi mumkin yoki yonboshga bo'lishi mumkin. Ya'ni mana trend sal ko'tarilgan, tushgan, ketgan, mana yonboshga ketyapti-da, tushyapti narximiz. Bir karra tushgandan keyin tepaga ko'tarilyapti. Biz iloji boricha mana shu yonbosh savdoda boshlanishiga savdo qilishga harakat qilamiz, keyin trendlarni tepaga qaratib ushlashni harakatini ko'ramiz. Hozircha boshqa tomondan boshlaylik. Xo'p, kechirasizlar. Muhim ish kelib qoldi. Ikkinchi sinfning darsini qilishimga to'g'ri kelyapti. Ikkinchi sinfdan o'tganimga ancha bo'lgan bo'lsa ham. Mayli. Trendlar haqida gapirayotgandik. Qisqagina hozir hech qanaqasiga kengaytirib tushuntirish yo boshqa narsa bo'lmaydi. Yana bir marta aytyapman. Asosiy narsalarni aytib o'tib ketaman, to'g'ri tushunishlaring uchun. Bizda bokovoy trend bor, bokovoy trend, bokovoy targovля. Mana shu yonboshga qarab targovля. Biz boshlanishiga trendni ushlashga harakat qilmaymiz. Nima uchun? Trendni ushlash uchun bizga fundamental analiz, boshqa analiz va boshqa analizlar kerak bo'ladi. Ana shu narsalarni grafiklarni chizishda, patronlarni o'rgangandan keyin, imенно qayerda pul turganini, stop losslar qayerda turganini primerna ayta olganimizdan keyin biz trend bilan ishlashga harakat qilamiz. Hozircha shunchaki tavakkal qilib pul ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Shunchaki tavakkal qilmaymiz. Bu yerda ham qanaqadir baribir analiz bo'ladi. Mana e'tibor bering. 1 minutlik grafikda narximiz pastga tushgan va endi tepaga ketyapti. Общий hisobda oladigan bo'lsak, bu trend ko'tarilishga trend ketyapti. Lekin qaysidir nuqtaga yetganda narximiz orqaga qarab ketadimi deydigan bo'lsak, mana bu joyga e'tibor bering, mana bu joyga. Mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, hali to'liqligicha qanday qilib katta qilishni, qanday qilib nima qilishga qo'lim to'liq kelishgani yo'q. Knopkalarni, горячий klavishlarni to'liq o'rganganim yo'q. Shuning uchun ozgina cho'ziladi. E'tibor bering. Narximiz, mana buni qo'yaveramiz, buni ham qo'yaveramiz. Mana narximizda mana bu yerda bitta tepa nuqta bor. Ya'ni hozirgi holatdagi narximiz ham mana. Qisqasi, hali to'liq o'rganganim yo'q deb tushuntirdim boya. Asosiy telefonda ishlayapmiz. Hozir kompyuterga yozishga harakat qildim. Qisqasi, fundamental analizga keladigan bo'lsak, hozir narximiz mana bu tochkada, lekin mana bu tochkamizdan orqaga qaytishi mumkin. Qarang, qanaqadir atamalar, bir narsalar emas, jaydar tilda tushuntiryapman. Narximiz hozir mana bu nuqtada tepaga pastga ko'tarilyapti. Eng baland nuqtani mana bu yerda уже yorib o'tdi yoki yorib o'tishga harakat qilyapti. Bu nuqtani yorib o'tgandan keyin narximiz eng kamida mana bu nuqtagacha tepaga qarab yuradi. Keyin mana buni tepasida stop losslar ko'p bo'ladigan bo'lsa, pul juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, yo orqaga qaytadi, yo tepaga ketadi. Lekin asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, narximiz buni yorib o'tgandan keyin keyingi nuqtagacha harakat qiladi. Mana bu yergacha baribir tepaga chiqadi. Tushunyapsizmi? Mana bu joyda yorib o'tgandan keyin baland nuqtani. Hozir mana shu baland nuqtaga urilyapti. Sabab mana shu baland nuqtani atrofida stop losslar bor. Odamlar pullarini qo'yib tashlagan, qayerdadir $1 dan, qayerdadir $1000 dan, qayerdadir $10,000 dan pul tikib, mana shu yerga yetganda pulimni chiqazib olaman, o'yindan chiqaman deb qo'ygan. Hozir o'sha har bitta stop lossga urilyapti-da, orqaga qaytyapti narx. Lekin bundan yorib o'tadigan bo'lsa, undan keyin aniq tepaga qarab ketadi, mana bunga qarab. 90% holatda. Kim 100% bilaman, 100% narx yoqqa ketadi deyotgan bo'lsa, u sizni aldayapti. Hech kim 100% bilmaydi. Asosiy qonuniyliklarni bilib, o'sha qonuniyliklarga qarab ishlasak bo'ladi. Hozir bizda qarang, bitta mana baland nuqta bor. Mana bu ikkinchi baland nuqta. Nima uchun biz o'rtadagi baland nuqtani hisobga olmayapmiz? Sabab bunda soya yo'q, e'tibor bering. Bu yerda soya bor. Bu narximiz bir marta o'sha baland nuqtaga borgan, urilganda orqaga qaytgan. Keyin narximiz bu svichaga o'tganda faqat pastga tushgan. Keyin mana bu tomonga o'tib, yana baland nuqtaga urilib orqaga qaytgan. Mana bu soyasi yo'q svichani, shamchani biz hisobga olmaymiz. Soya bu qalin joyi, tanasi, qisqa joyi soyasi hisoblanadi, ozg'in joyi. Mana bunda soya yo'q, shuning uchun biz mana bu nuqtani umuman hisobga olayotganimiz yo'q. Bu 15 minutlik shamchamiz. 5 minutlik uzr. Hozir shuni 1 minutlikka o'zgartiramiz va grafikni boshiga chiqib olamiz. Endi e'tibor bering, biz buni qo'yib yuboramiz yana. Bizda yo'q, 1 minutlikda ko'rinmaydi, 15 minutlik qo'yib olamiz. Narximiz faqat tepaga chiqib, boyagi nuqtamizni, mana bu nuqtamizni yorib o'tishga harakat qilyapti. Mana, e'tibor bering. Bizni qo'ygan narxni qo'ygan joyimiz, belgilagan joyimiz, ya'ni hozir bu nuqtani yorib o'tsa, narximiz faqat tepaga qarab ko'tariladi. Biz shuni yorib o'tishini kutishimiz kerak. Buning uchun mana bu yerga ham bitta qo'yib olaylik. Eng qizig'i yorib o'tibdi o'sha mana bu nuqtadan aytilganda, narximiz yorib o'tibdi. Endi tepaga qarab yuradi, скорее всего. Biz shuning uchun bay olamiz, bitta, ikkita olamiz va kutamiz. Narximiz tepaga borib uriladi-da, keyin orqaga qaytadi. Men hozir ko'p сделка ochmayman, kamroq сделка ochaman, imенно hozir ko'rsatish uchun. Keyin riskovat qilishga harakat qilib ko'ramiz. Hozir mana bu nuqtadan o'tdik, endi narximiz mana bu nuqtagacha borishi kerak, borib urilishi kerak.
Agar urilmaydigan bo'lsa, я знаю точно, ты здесь degan qo'shiq bor. Ты здесь degani sen shu yerdasan degani. Bu so'kinish emas. Hozir mana narximiz o'ynayapti, e'tibor bering. $1 minusga kirdik, lekin orqaga qaytishga harakat qilyapti. Boya aytganimdek, har bitta joyda stop losslar bor. Ya'ni har bitta baland nuqtada odamlar o'yindan chiqaman, mana shu joyga yetsa deb stop loss degan narsani qo'yib tashlashgan. O'shani hisobiga narximiz o'ynayapti. Ayni holatda mana narximiz yana tepaga qarab, men aytgan tomonga qarab yurishni boshladi. $1 ikkita. No, o'ynayapti hali. Lekin narximiz chiqishi kerak, скорее всего. Bu nuqtadan o'tib olganmiz. Mana shu nuqtagacha yetib borishimiz kerak. Hozircha mana $1 dan foydadamiz. Fundamentalniy analiz, grafikka bir narsalarni chizish, bir narsalar qo'yib, qanaqadir indikatorlardan foydalanganim yo'q. Mana hozir ko'rgan narsamni sizlarga ko'rsatyapman. O'zim bir oy davomida o'qidim. O'rgangan narsamni, ko'zim o'rgangan narsani sizlarga ko'rsatib beryapman. Shuni orqasidan hozir chiqadigan bo'lsam, $4 pul ishladim уже. Ko'rib turibsizlar. Lekin bizni boradigan tochkamiz bor, yuqoriroqda. Ana shu tochkaga yetguncha biz narxni ushlab turamiz. Undan keyin pulimizni chiqazib olamiz. Hozircha mana $14, $13 bo'lyapti pulimiz. $13. Hisob kitobim bo'yicha tepagacha chiqish kerak. O'zimizni nima qilish uchun? Riskni kamaytirish uchun hozir mana buni o'chirib, ya'ni сделкani yopib, yana bitta mana shu nuqtaning o'zidan сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Uje hozirgi nimamizni, foydamizni belgilagan holda. Bu ham bitta narsa, bu ham bitta variant, yana bitta variant oxirigacha kutish. Bu hozirgi videoda mana shu $10 men riskovat qilyapman, ham video yozish uchun, ham sizlarga tushuntirish uchun. Shuning uchun unchalik katta menga razницasi yo'q. Chunki mana shu videoni tayyorlashimga shu $10 men расходim deb qabul qilganim uchun sizlarga ko'rsatib beryapman. Foyda qilaman yo zarar qilaman deb kirmaganman. Bu mening расходный materialim. Shuni hisobiga ko'rsatyapman. Keyin undan keyingi qadamimiz nima bo'ladi? Narximiz mana tepaga chiqdi, pastga tushdi. Hozir qaysi nuqtaga borib burilyapti? O'rtada bizda mana bu yerda ham bitta baland nuqta bor ekan, e'tibor bermabmiz. Mana bu joyda ushabmiz, lekin bu undan keyingi-ku. Baland nuqtamiz mana bu yerda ham bor ekan. Agar mana shuni yoradigan bo'lsa, keyin nariga qarab ketadi. 5 minutlikda turibdi. 1 minutlikka qaytib olamiz. Hozircha $1 dan oshiq. Boya ko'rdlaring $4 foyda edi. Hozir endi foydamiz orqaga qarab ketyapti. O'rtada yana bitta qizil nuqtamiz bor ekan. Ana shunga urilgan holda hozir orqaga qarab ketyapti. Скорее всего, tepaga chiqish kerak. Chiqmagan taqdirda ham zarar ko'rmaslik uchun hozir chiqsam bo'ladi, qisqasi. Lekin komissiya va spread degan narsa bor. Spread bu kirish va chiqish nuqtangizni bozor narxidan farqi. Bu to'g'risida ham отдельный video qilsam kerak. Chunki o'zim tushunganman, juda ham kerakli narsaligini bilaman va spreadni hozir qisqagina tushuntirib o'tib ketyapman sizga. Sizga mana bu yerdagi точный narx hozir ko'rinib turganda siz сделка ochgan taqdiringizda ham sizni сделканgiz ozgina farq qilishi mumkin. O'sha spread hisobiga. Menda hozir ma'lum bir brokerni aytmayapman hozircha. Menda ma'lum bir brokerni standart choti turibdi. U yerda spread 0.20. 0.20 ham mayda summalar bilan, katta yelka bilan ishlayotganingizda yaxshigina nagruska beradi. Bizda lot 0.1 dan tikilgan. Oltinniki adashmasam rovna 1 lotingiz $10,000 midi yo $100,000 midi? Yo $10,000 yo $100,000 edi. O'rtacha где-то mana shu bitta lotimiz bizniki 0. yo 18 yo 32 midi. Shu atrofda. Короче, $0.5 ham emas tikkan pulimiz har bitta lotimiz. Lekin nima uchun biz bunaqa yaxshi pul ishlayapmiz? Bizda yelka juda ham katta. Katta yelka olganimiz hisobiga foyda ham katta bo'ladi, zarar ham katta bo'ladi. Agar yelka olmasdan $10 da hammasiga ochgan taqdirimda avvalo ocha olmasdim. Ma'lum bir sabablarga ko'ra uni keyingi videolarda tushunarmiz. Lekin asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa, mana shu yelkani hisobiga biz katta risk qilib, katta pul ishlashga harakat qilib olishimiz mumkin. Xo'p, foydadan minusga qarab ketyapmiz. Yo'q, hozir foydadamiz. Tepa nuqtaga borishimiz kerak edi, lekin $2 foydamiz $2 chiqqanda yechib olishimiz kerak edi. Kelinglar, $1 dan o'tgandan keyin сделкадан chiqamiz va foydamizni ko'ramiz. Hozircha foydada ham emasmiz, zararda ham emasmiz. O'rtadamiz. Minus $1. Plus $2 bo'lsa mana shu yer olamiz. Tepaga qarab yurishni boshladi. Duay. 15 minutlikka qo'yadigan bo'lsak, narximiz hali ham o'ynamoqda. Binarniy opsionlarda biz $1, $2 tikib, vaqtga qarab pul tikardik. Ya'ni 1 minutdan keyin narx shunaqa bo'ladi, yo balandroqda yo pastroqda bo'ladi deb tikardik. Bu yerda unaqa emas. Bu yerda narx ko'tarilsa pul yutasiz, tushishni boshlasa pul yutqazasiz. Yutqazayotgan pulingiz balansingizdan minus bo'lib ketaveradi. Ketaveradi. Xo'p, davay $1 dan o'tsa olamiz foydamiz.
ikkalasi 1 dollardan emas, har bittasi 1 dollardan o'tsa deb aytmoqchi edim. Oldik. Bu ham davay. Buni ham oldik. Mana hozir ko'zlaring oldida 12 dollar 12.26 ga aylandi pulimiz. Men agar buni boshida boya 4 dollarga chiqqan payt chiqazib olganimda hozir 14 dollar bo'lardi. Mana shunday qilib 2 dollar, 2 dollar, 2 dollar qilib foyda olsak ham bo'ladi. 1 dollar, 2 dollar qilib ham foyda olsangiz bo'ladi. Zararga ketyaptimi? Sirasi to'xtating. 1 dollar foyda qildingizmi, chiqazib oling. Mana shu scalping. Siz bir kunda 10 ta, 15 ta, 20 ta mana shunaqa сделкалар ochib, mayda сделкалар ochib, 20 dollar, 30 dollar bir kunda pul ishlab olishingiz mumkin. 10 dollardan. Lekin risk ostida. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Yana bitta tomoni bor. Bittada pulni tikib, zo'r pul ishlab olsa ham bo'ladi. Ya'ni biz ikkitagina сделка ochdik, ikkita сделкадан 2 dollar pul ishladik. Hozir men 10 ta сделка ochganimda birdaniga 20 dollar pul ishlardim. Lekin narximiz faqat biz aytgan tomonga qarab ketsagina, narximiz ozgina bo'lsa ham orqaga qarab ketadigan bo'lsa, biz pul yo'qotamiz. Yaxshigina yuqoriga yo pastga trend bo'layotgan joyini ushlab oladigan bo'lsak, bu juda ham zo'r degani va bir kunning o'zida, mana bir o'tirishda o'zida 500 dollar, 1000 dollar ham pul ishlayotganlar bor. Ana shunaqa trend orqasidan. Katta yelka olinganning hisobiga. 10 dollarni o'zi bilan ishlaydigan bo'lsangiz, avvalo ishlashingiz juda ham qiyin bo'ladi. Yelka olmaganingizdan keyin pul ishlashingiz, chunki bu yerda kichkinagina protsent ko'tarilyapti. Juda ham kam. Har bitta сделкамizda juda ham ozgina narx ko'tarilganning hisobiga biz juda katta pul ishlayapmiz, faqatgina yelkani kattaligi uchun. Agar klassik ishlaydigan bo'lsangiz, yelka bunaqa katta bo'lmaydi. Telegram kanalda albatta ma'lumot ko'proq bo'ladi. Bitta fundamental analizni nimalariga bitta e'tibor beraylik. Qarang, kechagi kunda narximiz mana bunday edi. Narximiz hozir orqaga qarab tushgan. Hozir endi yana tepaga ko'tarilishga harakat qilyapti. Trend asosiy trendimiz tepaga qarab ketyapti. Lekin baribir mana eng past nuqtani olamiz va tepani eng past nuqtani va hozirgi narx oladigan bo'lsak, narximiz tepaga qarab chiqyapti. Mana bu yerda bitta pastga proboy bo'lgan hisobiga, mana bu joyda bitta qisib o'tgan hisobiga narximiz bitta pastga tushib olganda hozir faqat tepaga ketyapti. Narximiz скорее всего tepaga ketadi. Keyingi shamchamiz ham, bundan keyingi shamchamiz ham 30 minutlik. Mana shu chizig'imizni tepasidan ochiladigan bo'lsa, tepasidan yorib o'tmagan holda tepasidan ochilsa, narximiz aniq tepaga ketadi. Скорее всего tepaga ketadi. Trend tepaga qarab yuryapti chunki. Agar yorib o'tadigan bo'lsa, yorib o'tdi degani orqaga qarab ketishi mumkin degani. Ketadi emas, ketishi mumkin degani. Narigi holatda 90%. Yorib o'tmasa, narx tepaga ketishi 90% bo'ladigan bo'lsa, 100% emas. 100% hech kim ayta olmaydi sizga. Bitta yorib o'tadigan bo'lsa, narx past ketib qolishi mumkin degani. Hozir nuqtani 100% to'g'ri qo'yganim yo'q. Mana bu yerdan qo'yish kerak o'zi nuqtani. Mana. Bundan oldingizda. Mana qizil bo'ldimi, uni hisobga olmaymiz. Yashil. Точно, faqat narx faqat tepaga ko'tarilgan. Bunda ham narx faqat tepaga ko'tarilgan. Keyingisi paydo bo'lib, keyingisi ham tepaga ketadigan bo'lsa, narximiz faqat tepaga ketishi mumkin degan. Hozir bu 30 minutlikda 15 minutlikka qo'yamiz. 15 minutlikda ham eng bosh qismiga o'tib olamiz. 15 minutlikda narximizni pastki nuqtasi mana bu yerda. Narximiz mana biz qo'ygan nuqtaga yetishga harakat qilyapti. Bilet tepaga qarab narx ochish kerak edi boya. Videoga qarayman deb mayl qo'yib yubordim. Qo'shib qo'yamiz. Mana shu oralig'da narximiz yurib primerni yurishi, bokovoy trend ostida yurish ehtimoli juda ham katta. Ketish chunki shunaqa bo'lyapti. Lekin narximiz mana bu yerda yoradigan bo'lsa, bitta yorib olsa, yaxshi pul kirib keladigan bo'lsa bozorga, yaxshi sotuvchi yoki yaxshi oluvchi keladigan bo'lsa, bittada tepaga pastga qarab ketib qolish ehtimoli ham bor. Hozir nima qilsak bo'ladi? Avvalo boshiga qaytib olamiz. Narximiz bitta ko'tarilib olgan, hozir ikkilanyapti, chiqaymi deb. Lekin bitta chiqib yorib oladigan bo'lsa, bu yerdan ham o'tib ketamiz. Narximiz tepaga chiqishi ham mumkin, tushishni boshlasa mana bu yergacha tushishi ham mumkin. Videoni shu joyini o'tkazib olib, balki natija ko'rsatiraman. Keyingi shamcha ochiladi, o'sha shamchaga qarab ishni qilamiz. Mana. Kamini 6 утра, hozir narximiz ikkilanyapti. Qarang, tepada ham shuncha soya, pastda ham. Bunda ham xuddi shunday, tepada ham, pastda ham soya bor. Narximiz juda ham ikkilanyapti. Qaysidir tomonda soya kamroq bo'lsa, bizga bu ham bir qisqagina signal bo'ladi. Trendni qaysi tomonga o'zgarayotganini ko'rsatib beradi. O'shanga qarab pul tikishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha nima ham bor? Boshqa valyutalar ham bor. Standart kriptovalyuta bor va efir bor. Ularni ochib ko'ramizmi yo mana shu yerda tugatamizmi? Bitta сделка ochdik. Bu yerdan ham 1 dollar bo'lsa, sirasi chiqazib olamiz. Mana shunday qilib, balki videoni oxirigacha 20 dollar qilarmiz. O'zimni mana kichkina
kichkina analiz orqasidan o'zimni eng ko'p ishlagan pulim $10 dan $30 bo'ldi. Kichkina pul tikish orqali. Lekin riskovat qilgan holatda juda ham katta pullarni ishladik o'qish mobaynida. Faqat $10 dan emas. Ya'ni $200 bilan kirasiz. Hozir zarar ko'rdik. $200 bilan kelasiz. $10 dan depozit qilasizda, bittada trend to'shab, yo tepaga yo pastga qarab narxni ochasiz. 15 ta 20 ta zilkangiz hammasi to'g'ri ketadigan bo'lsa, siz tepaga qarab ketganning hisobiga bittada $500-600 ga aylantirasiz $10. Chiqazib olishda muammo yo'q. Fond bozorida litsenziyalarga ega bo'lgan to'g'ri broker bilan ishlaydigan bo'lsangiz, chiqazib olishda o'ylasangiz ham bo'ladi. Agar brokerning o'zida boshlanishida eng boshida xato qilib brokerni noto'g'ri tanlaydigan bo'lsangiz, bu sizni pulingiz chiqishiga hech kim javob bera olmaydi degan. Eng birinchi xatoingiz o'sha bo'ladi qisqasi. Qanchalik yaxshi ishlagan taqdiringizda ham pul ishlay olmasangiz, foydasi yo'q. Hozir videoning oxirida agar trendimiz yuqori nuqtani yoki pastki nuqtani bitta kesib o'tadigan bo'lsa, hammasini riskovat qilib ko'ramiz bir karra. Qanday qilib ishlayotganimizni balki shu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda hozir yana $1 ga yaqin pul bo'layapti. Tepaga pastga chiqib, Duay 50 sent, 32 sent. Bir danaga $2 salkam oldik, 13.70 ga aylandi. Salkam $2 bir danaga. 15 minutlik. Mana shu yuqori nuqtamizni kesib o'tish kerak. Narximiz hozircha faqat tepaga ko'tarilyapti. Agar boya mana bu tochkada narxni tepaga ochganimni hozirgacha qo'yib qo'yganimda, o'shani o'zi bir $10, $15 plyus bo'lib qolgan bo'lardi. Lekin sizlarga tushuntirish uchun men buni ochganim yo'q. Qo'yib qo'yganim yo'q demoqchiman. Narximiz mana shu nuqtagacha baribir ko'tariladi. Keyin orqaga qaytishi mumkin. Hozir mana shu bittani ochib qo'yib, mana shuni ushlab tursam ham bo'ladi. Mana bu tepa qizil nuqtamizgacha. Lekin degan joyi bor. Lekin birdaniga tepadan kattaroq o'yinchi keladigan bo'lsa, narx birdan orqaga qarab ketishi ehtimoli ham yo'q emas. Hozircha faqat buy bilan ishladik, ya'ni sotib olish bilan. Boya ko'rsatganimda eng pastki nuqta va eng tepa nuqta mana bu. Mana bunaqa narsa bor. Buni nomini, nimaligini hozir tushuntirmayman. Boya ham ko'rsatuvdan. Buni hozirgi eng past nuqtasini mana bu yerda deb olaylik. Hozir noto'g'ri tomondan qo'yding, bu tomondan emas, pastdan tepaga qarab olish kerak, tepadan pastga qarab olish kerak deganlar aqllilar ko'payib ketadi. Buni nomini yozishni boshlashadi. Men hozir bu orqali analiz qilayotganim yo'q. Men sizlarga buni tushuntiryapman. Buni pastdan tepaga, tepadan pastga qarab tortsa bo'ladi. Qaysi holatda pastdan tepaga tortiladi, qaysi holatda pastdan tepaga tortiladi. Ana, eng tepa nuqtamiz. U narsalar haqida keyin gaplashamiz. Mana shuni o'zi ham juda ham katta foyda beradi. Videoni boshida nimada ko'rsatdim buni Trading Viewda. Trading Viewda ozgina boshqacharoq, bu yerda ozgina boshqacharoq. Buni ham to'g'rilasangiz bo'ladi. O'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Narximiz o'ynayapti. Hozircha -$2.5 damiz. Agar orqaga qarab tushadigan bo'lsa, $3 dan o'tdi уже. Mana shu joyda, mana shu zilkani o'ziga, mana stop loss bilan take profit qo'ysak bo'ladi. Ikkala zilkani o'ziga ham. Mana bunday qilib, mana take profit bilan stop loss qo'ysak bo'ladi. Lekin menga hozir kerak emas. Biz chunki juda ham ko'p vaqt mobaynida kutib o'tirmaymiz. Biz mana shu 5 minut, 10 minut ichida ishimizni bajarib chiqib ketishimiz kerak. Mana shu scalping deyiladi. Scalping haqida to'g'ri va to'liq ma'lumot albatta Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanalga o'tinglar. Bilmaganlar Telegram kanalim bor. Ana shu yerda yo'nalishni o'zgartirib, hozir qo'shimcha bir innovatsiyalar qilamiz. Bolnitsada yotib ko'p narsani o'ylashga imkoniyatim bo'ldi. Shuning uchun o'zgarishlar qilamiz. Stop loss take profit qo'ymadik. 0 ga chiqqandan keyin qaytarib qo'yishimiz mumkin. E'tibor bering, narximiz borgan sari eng tepa nuqtaga yaqinlashyapti. Mana uchburchagimiz shunday yopiladi. Uchburchagimiz yopilgandan keyin bitta trend o'zgarishi bo'ladi. O'sha trend o'zgarishida juda ham yaxshi pul ishlab olishga harakat qilsak bo'ladi. Hozircha mayda pul ishlayapmiz. Bu ham o'sha tepaga bo'lgan trendni ko'rganimiz uchun hozir $2 dan oshiqroq pulimiz bor. Ayni vaqtda $15 ga aylandi. $15 degani, hozir $15 ishlasak, bu degani +50% degani, to'g'rimi? $10 bilan boshladik. $15 ga aylandimi? +50% degani. Olamiz. $17 bo'ldi. Biz kelinglar 100% ga yetkazib qo'yamiz shuni. Foydani oldikda yana o'sha joydan tepaga qarab narx ochdik. Agar hozir foydani olmaganimda narx pastga tushishining orqasidan pul boyagi foydalarni yo'qotishim mumkin edi. Men foydani belgilab oldim. Foydani olib oldimda, keyin yana bir marta pul riskovat qildim. Yana bitta сделка ochdim. Bu ham ma'lum bir strategiyalarga yaqin narsa. Mana narx men aytgan joyga yaqinlashyapti, juda ham yaqin qoldi. Kim 28 oktyabrda 9 bizni vaqt bo'yicha 21:00 ga 00 ni Trading View orqali tekshiradigan bo'lsa, xuddi mana shunday grafik bo'ladi. Hech qanaqasiga hech qachon aldanmayapti, yolg'on bir narsa, yo montaj, yo boshqa narsa yo'q. Maksimum tezlashtirsam kerak bu videorolikda. Lekin mana bozorda mana shunday qilib pul ishlasa bo'ladi. Mana hozir men qiynaldimmi? Men qiynaldim.
Nimada qiynaldim? Ko'p gapirgan bo'lishim mumkin sizlarga deb. Atak og'ir mehnat qilganim yo'q. Asosiy ishimni tashlab qo'yganim yo'q. Asosiy ishim ham bo'layapti. Bir kunda ma'lum bir vaqtlar oralig'ida kirib, mana shu ishni qilyapman. Самое главное, eng asosiysi, o'zbekchada gaplashaylik. Eng asosiysi tepaga qarab yuramizmi? Davay tepaga. Lekin oralig'ida narx oralig'i juda ham kam qoldi. Biz belgilagan nuqtaga yetib qoldi chunki. U nuqtaga yetgandan keyin u yog'i nima bo'lishini hech kim bilmaydi. To'g'riroq aytadigan bo'lsam, qisman taxmin qilyapman nima bo'lishini, lekin bilaman deb turib aytish noto'g'ri. Xudo xohlasa davay, mana shundan ham $1 olamizmi? Duay. Eslatib o'taman, balans mana bu yerda, svobodniy sredstva mana bu yerda, svobodniy marja mana bu yerda. Bu yerga qo'shimcha ko'p narsalarni yana yozsangiz bo'ladi. Kirgizilgan pulingizni, depozit qancha bo'ldi, qancha yechib oldingiz, qancha nima bo'ldi, hamma ma'lumotlarni kirgizsak bo'ladi, lekin men eng asosiylarini qoldirib qo'yganman. Yana $1 olamiz, 84 57 64. Birdan o'tsa, sirazi olardik buni ham. Albatta $7 gina deb o'ylashingiz mumkin, lekin eslatib o'taman, biz $10 bilan ishlayapmiz. $10 ga $7 qo'shildi degani bu 70% plus bo'ladi degani. 70% plus hamma joyda ham bo'lavermaydi. 70% plus qilishingiz uchun agar yelkani olmaydigan bo'lsangiz, mayli. $16 bo'ldi. Hozirgimiz minusga ketdi. Mana sizlar bilan gaplashib turib $10 riskovat qilganman-da, $6 pul ishladim. $6 hozirgi kunda qancha? $6.15 to'g'ri aytadigan bo'lsak, to'g'riroq aytadigan bo'lsak, 80 ming pul, 80 ming, 90 mingga, 70 ming, 80 mingga yaqin pul. 70 ming, 80 ming pul bir kunlik qiladigan rasxodingiz. Umuman rasxod qilmadim degan holatingizda, umuman rasxod qilmadim. Bugun rasxod qilmadim, bugun hech nima olganim yo'q, sotib olmadim degan holatingizda ham 70 ming, 80 ming rasxod qilasiz. Oilangizga shu banalniy narsalar uchun, juda ham oddiy, ko'rinmaydigan narsalar uchun. Faqat hojatxona xursand bo'ladigan bir narsalarni olasiz. O'zimizni o'zimiz zaharlaydigan bir narsalar ularda olasiz. 70 ming, 80 ming shunchaki rasxodingizga mana shunday qilib pul ishlasangiz bo'ladi. Men sizlarga yana bir marta aytayapman. Hozir qarang, chiqdim ataylab. Biz narximiz mana. Men aytgan tochkaga yetib borgandan keyin orqaga qarab ketdi. Men aytgan qizil nuqtaga boshida chizgandik, esingizmi? Qizil nuqtaga qarab keldi va orqaga qarab ketdi. Mana. Qizil nuqtaga kelib, narximiz orqaga qarab ketdi. Mana shuni yorib o'tishga harakat qiladi endi. Narximiz yana 1-2 marta mana shu nuqtaga uriladi-da. Shu nuqtani yorib o'tgandan keyin tepaga qarab yurishni boshlaydi. Hozircha narximiz orqaga qaytdi. Shuning uchun men zararga kirayotgan bo'lsak ham oxirgi nimani yopdim, сделканы. To'liq o'tirib qarab o'tiradigan bo'lsam, mana shu narsani orqasidan ham sellga sotishga buyruq ochib, order ochib, pul ishlab olsam bo'lardi. Lekin sizlar bilan gaplashayotganim uchun vaqtimni u yoqqa ham, bu yoqqa ham to'g'ri sarflashga harakat qilyapman. O'sha men chizgan chiziqda turibdi. Zapis emas, boshqa emas, trading viewni obnovit qilamiz, obnovit qilamiz. Mana yana bir marta qanday ko'rsatgan bo'lsam, xuddi shunday. Vaqtimiz 18:55. Bu Rossiya vaqti bilan turibdi, adashmasam. Hozir ayni vaqtda 20:56 kechki. 20:56 da narximiz mana shuncha bo'lganmi yo'qmi bemalol tekshirib olsalaring bo'ladi. Hozir rasmim turibdi, adashmasam bu yerda. Meni video mana. Narx yozilgan turibdi. Bemalol tekshirib olsalaring bo'ladi. Hech qanaqa yashirish yoki boshqa narsa bo'layotgani yo'q. Videoni o'chiraman. Hozir riskovat qiladigan joy emas. Yana bir marta aytayapman. Narximiz 1-2 marta kelib uriladi shu yerga. Urilib turib shu yerda yorib o'tgandan keyin tepaga qarab bitta risk qilamiz. Bu video davomida bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadim. Hozircha mana shu joyda to'xtatamiz. Ko'zlaring oldida $7 demoqchi edim. $6.15 pul ishlandi. Shuncha gapirib turib, shuncha e'tibor bo'lingan holda ishlandi. Nimanidir o'rgandim o'zi. Mana ko'rsatib bera oldim o'rganganimni. Agar sizlarga mana shuni orqasidan pul ishlash qiziq bo'ladigan bo'lsa, agar ishlamoqchi bo'lsalaring, bundan tashqari arbitraj trafigi bor. U bo'yicha 100% ustaman deya olaman. Ana shular qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga o'tinglar. Telegram kanalida qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladi. Bundan keyingi video, agar bu videoni kech ko'rib, shu joyigacha yetib kelgan bo'lsangiz, biling Telegram kanalida o'sha ma'lumotlar bo'lgan bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Like, obuna degan narsalar o'zingiz bilasiz. Chachamang. Qo'shimcha nima ochyapman? Сделка ochmayapman. Boyagi analizimizni ko'rsatib beryapman. Qarang. O'sha men chizgan chiziq bo'yicha o'sha chiziqqa keldida, o'sha chiziqdan orqaga qaytdi narximiz. Narximiz shuncha joyga tushdi. Tepaga kelib urildi, tepa nuqtamizga kelib urildi. Orqaga qaytib, mana shu yerga yetganda yana qaytib tepaga chiqyapti. Keyingi svechamiz 30 minutligimiz mana bu yerda ochiladigan bo'lsa, 15 minutlik o'tsak ham ko'rinadi. Mana 15 minutligimiz keyingisi mana bu joyga o'tib, agar buni yorib o'tmaydigan bo'lsa, narximiz skoriy tepaga ketadi. Qarang, mana shuni atrofida, tepa nuqtamizning atrofida, pastki nuqtamizning atrofida ham stop loss bor. Likvidность degan narsa bor. Bu bozorda ushlab turgan narxlar.
ushlab turgan zakazlar deylik. Zakazlar. Narx mana shuncha bo'lsa olaman, mana shuncha bo'ladigan bo'lsa menga hech nima kerak emas deb turib belgilab tashalgan, tepaga ham, pastga ham. Ana shu joyda biz mana shu video davomida ko'rsatib berdim qanday qilib chizganimni. Mana shu chizib olgan nuqtam bo'yicha savdo narx ketyapti. Tekshirib ko'rish uchun, montaj emas, boshqa narsa emasligini tekshirib ko'rish uchun mana shu bugungi kunni, mana shu soatni bemalol tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu vaqt narx oralig'ida o'ynaganmi? Mana narxlar ekraningizda turibdi. Ekranni kattalashtirib narxlarni bemalol ko'rib olasiz. Kunimiz 28/10/2025. 21:07 bo'ldi vaqtimiz. Men chizgan chiziq bo'yicha rovna ketyapti. Men 100% bilaman narx qanday o'zgarishini deyotganim yo'q. Qisqacha shu 1 oy davomida o'rgandim. 1 oy davomida o'rgangan narsamni sizlarga ham o'rgata olaman. O'zim bilganday qilib jaydari tilda. Ko'rishamiz, xudo xolasa, charchamanglar. Videoga balki yana qo'shimcha qilib ketarman. O'sha agar mana yuqori nuqtamizda yorib o'tadigan bo'lsa, katta risk qilib ko'ramiz bitta. Agar hozir pastki nuqtani yorib o'tganda, pastga qarab katta risk qilib ko'rgan bo'lardim. Hozircha pauza, charchamanglar. Ha, mana qisqagina gapimiz spoti. Depozitimizga plus 100% ishladik. Men aytganday, mana bu joyda yorib o'tsa tepaga ketardi, bu joyda yorib o'tsa pastga ketardi. Hozir gapiradigan, ishlaydigan holatda emasman. Kechirasizlar. Men aytganday, mana narx bu tomonga qarab ketdi. O'shani hisobidan plus 100% ishladik bittada. Bu hali risk emas, to'laqonli risk emas. Men tushunganim uchun, mana bu yoqqa ketayotganini tushunganim uchun tikib bir necha soniyaning ichida plus $10 ishladim. Tushunyapsiz-a gapni nima haqida ketayotganini? Eng qizig'i, videorolik montaj bo'lib o'sha YouTube'ga qo'yib bo'lindi, hisob qo'yib bo'linibdi. Bu joyini qanday qo'shishni bilmadim endi hozir. Balki boshqatdan montaj qilib, boshqatdan yuklarman. O'zingizni ehtiyot qiling. Mana shunday qilib ozgina risk hisobiga juda ham yaxshi pul ishlasak bo'ladi. Boshlang'ich depozitimizga plus 160% bo'ldi. Arzimagan vaqt ichida. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz bilan Umid Karimov bo'ldi. Telegram kanalida hali ko'rishamiz.